Soat ham 11 bo'pti. Sendan lekin вообще xafa bo'ldim o'rtoq. Qizumsan? Nima xafa bo'lasan mendan o'rtoq? Jinnini yoqma. Bugun tug'ilgan kunimligini yaxshi bilarding-ku. Soat 12 bo'lishi bilan hamma yozdi. Bitta sendan tashqari. Gap bu yoqda degan. Eslaysanmi o'rtoq, ikkalamiz ahdlashgandik. Alloh uchun birga do'st bo'lamiz. Shunaqangi do'st bo'lamiz. Arsh soyasini ostida turadigan 7 toifadan bittasi bo'lamiz deb turib, sen bilan qo'l tashlashgandik. Xo'p, sen bilan Alloh uchun do'st bo'lganman o'rtoq. Sendan keladigan qanaqadir manfaat uchun emas. Endi g'ayridilladan kirib kelgan tug'ilgan kunni nishonlash, u bilan tabriklash, bu ishlarni qiladigan bo'lsam, seni Alloh uchun yaxshi ko'raman deyishligim qayoqda qoladi? Unaqa tabriklab tashlashlaring menga kerak emas. Ummat bo'lgan kuning bilan yozib qo'ysang ham ko'nglim ko'tariladi, o'rtoq. Tug'ilgan kunni nishonlash, u bilan tabriklash joiz bo'lganda, sahobalar birinchilardan bo'lib shu ishlarni qilib, bizga o'rnak bo'lgan bo'lishardi-ku. Lekin birorta sahobadan kelmagan bir-birini tabriklaganligi tug'ilgan kuni bilan. Bu zamonaviy urf-odatimiz o'rtoq. Bizning niyatimiz yomon emas. Shunchaki mana shu tug'ilgan kunni esda qolarli qilib o'tkazsak, shuni nimasi yomon? Qilayotgan har bir ishimiz Qur'on va sunnatga to'g'ri bo'lishi kerak-da o'rtoq. Agar Qur'on va sunnatda bu narsa yo'qmi, bo'ldi, tark qilish kerak bu narsani. Yashamaylik ekanda o'rtoq, bor-ku. Yasha o'rtoq, xohlaganingcha yasha. Faqat shunaqangi yashaginki, oxirat hayoti esingdan chiqib qolmasin.